Hava shunday bir mana ajoyib hissatamiz dam oladigan. Mana. Yigitlar o'tiribdi dam olib. Ha, va. Salom ayting. Rossiyadagilarga. Ha? Ova. Ular shunaqa gaplar jigarlarim mana mangalda qo'yib hammadan tayyorlab yotibmiz. Balıqlarda har xil aytib turgan turlaridan bor. Sazan deysizlarmi, karas deysizlarmi? Hech baliq bo'lsa hammasi shu yerda. Shoir akam hozir she'r aytaman deb turibdi. Shoir akang ham falokat qo'ymoqchi. Bugun she'r aytasiz, ha? Qalagan she'ringni aytib beraman uka, sening uchun fal bu. Xudo xolasa siz ko'taraman o'zim. Yaxshi uka, yaxshi. Shu jonli artistlar bor, xonandalar bor-ku. Ava qo'shiq ham aytib beraymi? Shularga she'r yozib berib beradi. Shular sizdan $1000, $2000 she'r sotib olib beradi. Ilohim. Endi biza u vajiga ham shiraband emasmiz, biza bir ko'ngil uchun. Lekin she'rni ko'ngildan yozing. Ko'ngildan. Ideyalab, o'ylanib, fikrlab. Mestani ko'rdingizlarmi? Hay. Mana qara zayli qo'na. Hozir chiqadimi uni? Sen qirqib tashlayveradi uni. Bo'lmasmi? Bo'ldi. Ketmayapsizmi yana? Yo'q, bo'ldi. Hammasi joyida bo'ldi. Joylarindami? Setka baliq nima deydi bu? Kuyib ketdim deymi? Kuyib ketdim dedim, shetka baliq. Qo'yib yuboring meni deydi. Tilagingizni tilang deb turibdi og'ir. Aytgan tilagingizni bajo qilaman deydi. Ana xolos. Nima der edingiz shu tilagimni qil deganda? Tilagimni qil desam qo'yib yuborar edim baliq. Yo'q, masalan, tilagingizni tilang degan vaqtda nima tilar edingiz? Eng birinchimi, agar tila deb menga shu haqiqatdan shu oltin baliq yo'qolib qolsa, eng birinchi menga tana sog'lik ato et deyar edim. Otang ham sog' bo'lsin debmi? Ömrüm uzoq et, sog'lik ber deyar edim. Boshqa hech narsa kerak emas. Hozircha ishlasiz? Ha? Hozircha ishlasiz? Hozir Allohga shukr, mana 57 dami? Pensiya chiqmadingiz hali? Yo'q hali. Vaqt bor. Nega ishlagansiz? Menga boylig'i kerakmidi o'zimga? Pensiyaga chiqsangiz shu yerda o'tiramizmi yana? Albatta. 3 yildan keyin. 3 yildan keyin shu yerda haj etib Guvohsiz siz. Bo'ldi, gap bo'lishini. O'zim shu turishda o'tiramiz, shu quruq mana, shu odamlar. Turadi, tursin. Men o'zim bir yog'imdan men o'zimman. Ana o'lma. Nima bo'ldi ana? Ukamlar turadi, shu yerda o'tiramiz ullatib. Biroz bir qo'chqarni shu yerga so'yib, shunga yetirsa xudoyim meni. Qo'chqarni shu yeni marazinkdan yanında so'yadi. Bo'ldi, haliga ham so'y. Gapim gap. Gap yo'q. Amin, sog'lik bo'lsin asa. Aytilgan gap, aytilgan o'q. Albatta. Video shu yil davomida turadi, o'zingiz kuzatib boraverasizlar. Yo'qotmasin, ayt, xalqlar ko'rib qo'ysin shu. Haqiqatdan shu ish aytildimi, shu ishni qilib bilaman deb xalqim ham kutsin. Tamam, o'sha gap, o'sha so'z. Zo'r mestalari, ne, jigarlarim. Dam olaman desangiz, shunda Qilichboy Arnon tengdamiz. Kanal bo'yida dam oladigan mestasına keldik. Hozir biz reklamadamiz. Esli cho'mada telefon nomerlarini qoldiramiz. Mana 88 dan 752 0888 raqamlarga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Kanal bo'yida tengda. Yangi bozor Sarojinadan kelsangizlar ham bo'ladi. Esli cho'ng chap qo'lda bo'ladi, yo'lda bo'yinda. Yigitlarning shu yerda xizmat etib, aytgan narsalarni tashkillashtirib beradi. Hamma narsa o'zida. Sizlar berga faqat aytib o'tganingizdek, yeb ichadigan narsa ne qilasizlar, ichimlik qilasizlar bo'lgan. Qolgan narsa shu yerdan bitadi. Ular shunaqa gaplar jigarlarim. Hammangizni kutaman. Telefonlashib kelaverasizlar mana topchani. 3 dona topcham bo'ladi. 1, 2, 3 o'nanda 3 dona oladi. Zo'r ajoyib bir shifo bor joydamiz. Esa like bosib, kanalimga обязательно podpiska qilib qo'yinglar, yangiliklarni chiqarib boraveramiz. Deveringlar. Davay, kelinglar, dam olishgani kelinglar. Rostdan qarmoq qilib qo'yarsan, o'sha qarmoq. Bor qarmoq, hammalar. Mana Sulaymon bilan Shohruh ham keldi.